Mana bugun tayyorlaganimiz pult. Wi-Fi MAC adres orqali bir-biriga ulanib ishlaydi. O'chiq holatda juda tez ulanadi. Ulanish uchun millisekundlar vaqt ketadi. Mana o'chiq holati qo'shganimizda yana ishlab ketadi. Robo futbol mashinasi uchun pult tayyorlab oldik. Windows plata va ESP8266 platasini bir-biriga ulab ishlatyapmiz. Tezligi juda yuqori. Ma'lumot alamish. Qayta ulanishga ham ancha bardoshli.